Ushbu loyiha Milliy bank hamkorligida Toshkent viloyati Bekobod tumani Saryuz MFIda 8582 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda ikkinchi ekin uchun yeryong'oq mahsuloti ekilgan. Maydon hajmi 15 gektar. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar hosil solish holatida. Ekinlarni yetishtirish 100 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 32 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon uchun o'rtacha 30 sotixdan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Don-Dun Baraka xususiy korxonasi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 6 tonna, jami 63 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng yer egalarining daromadlari yanada oshib boriladi.